Sizlarni qabr ziyoratidan qaytargan edim. Endi qabrlarni ziyorat qiling. Zero u sizlarni dunyoda zohid qiladi va oxiratni eslatadi deb Imom Termiziy rivoyati bilan Rasululloh demak tez qabrlarni ziyorat qilishligimizga da'vat etmoqdalar. Chunki qabristonga tez borish, marhumlarimizni tez holidan xabar olish bizga oxiratni eslatadi. Dunyoga bo'lgan munosabatimizni o'zgartiradi. Qalbimizni poklaydi. Ibodatga rag'batimizni oshiradi. Gunohga bo'lgan xavf qalbimizda ko'payadi. Juda katta tarbiya. Tez qabrlarni ziyorat qilish, o'tganlarimizni yodlab turish o'zimiz uchun ham juda katta manfaat. Qolaversa, marhumlarimiz shodlanadi. Sizlarning qilayotgan amalingiz o'tgan marhumlaringizga oynadek ko'rsatib turiladi deb Rasululloh marhamat qilganlar. Hamma narsadan xabardor bo'ladi ular.